Assalomu alaykum aziz kitobsevar va ma'rifat oshiqlari. So'z inson qalbining ovozi. Adabiyot esa hayotning jilolangan oynasi. Har bir asar bizni o'ylashga, tushunishga va his qilishga chorlaydi. Bugun siz bilan O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovning hayotiy va tafakkuriy asarlaridan biri 2x2 5 haqida suhbatlashamiz. Hammaga ma'lum haqiqat. 2x2 4. Bu qoida o'zgarmas haqiqat. Lekin hayotda ba'zan shunday holatlar uchraydiki, bu oddiy haqiqat o'zgarib ketgandek tuyuladi. 2x2 5 bo'lib qoladi. Bu nimani anglatadi? Asarda hayotning mantiqsiz muammolari, insoniy munosabatlar, adolat va nohaqlikning ayrimda chalkashib ketishi haqida hikoya qilinadi. Hayotdagi ba'zi holatlar, shaxsiy manfaatlar, iroda va yuraksizlik oqibatida haqiqat ham burmalanishi mumkin. Biroq haqiqat har doim haqiqatligicha qoladi. Hayot haqiqatlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Tayyormisiz? Unda boshladik. Doktorjon, qiynab nima qilasiz odamni? Aytyapman-ku, soppa sog'man. Rahmat, yaxshi davoladinglar. Esingizdami? Bannisaga kelgan kunlarim bir lunjim oqib tushgan nondek osilib yotuvdi. Og'iz yomg'irda qolgan o'choq. Qo'lim bilan to'g'rilayman deb harchand urinaman, qani joyiga kelsa, tag'in qiyshayib qolaveradi xumpar. Bu asari orqali bizga muhim bir fikrni yetkazadi. Odam har qancha bilimga ega bo'lmasin, eng muhimi insoniylikni yo'qotmaslik, adolat va haqiqat yo'lidan og'ishmaslikdir. Keyingi kitobxonlik suhbatimizgacha xayr.